Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari. Bugun hafta kuniga Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari. Bugun hafta kuniga juma, 29-may 2026-yil. Barchangizda juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Hayitlarda, Eid Qurbon hayitlarida yaxshi o'tkazib oldilaringmi? Hurmatli kanalimiz ishtirokchilari, bugun yana To'raqo'rg'on, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Oqtosh shaharchasida Ulug'bekni xonadoniga keldik. Ko'pchilikning talablariga binoan bugungi video efirimiz yana o'sha yangi ixtiro vermichay ekstraktini tayyorlanishiga bag'ishlanadi. Bugungi demak video efirda Ulug'bek bilan birgalikda vermichay ekstraktini qanday tayyorlanishini siz aziz ishtirokchilarga ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ulug'bek, yaxshimisiz? Ustoz, shukr savolam. Charchamay, sog'lig'ingiz yaxshimi? Barchaga bugungi juma ayyomi fayzli barakotli kelsin. Xudo xolasa ko'p savollar tug'ilyapti. Shu vermichayni qanday qo'llanish mumkin va tomirdan bersa bo'ladimi, bargidan bersa bo'ladimi degan savollar tug'ilyapti. Shuni o'zimdan sinovdan o'tkazilayotgan jarayonni biroz ko'rsatib berib, savollarga to'liq barchaga javob berishga harakat qilamiz. Bu vermichay mahsulotimizni tayyorlanish jarayoni xudo xolasa mana shu bakalashkada bo'ladigan bo'lsa yoki kanistrda, mana bunday kanistrlarda bo'ladigan bo'lsa 1 litrini 5 litr o'zimizni ariqdan yoki kanaldan oqadigan suvlarga qo'shiladi. 1 litr miqdorini 5 litr suvga qo'shiladi. Shunda kranni suvga qiladigan bo'lsak, kranni suvida ham xlor bo'lishi mumkin. Biz buni ko'paytirgan bakteriyalarni haligilarga ziyon yetkazmaslik usulida imkon qadar tabiiy usulda qo'llanib kelinadi. Shuning uchun kran suviga maslahat bermayman. Shuni 2 litr jarayonini gruppadoshlar biroz tinib qolganimizda yaxshilab chayaymiz bakalashkani. Ostiga o'tirib qolgan bakteriyalarni yaxshilab yuvib turib, mana shu 2 litrli bakalashka va mana paqirimiz 8 litrli paqir bizda. Meni o'zimda normadan o'tgan. Bemalol Suv 5 litr bu. 5 litr. Shuni mana shu jarayonni shunga quygan holda suvga quyib yaxshilab aralashtiramiz. Bu bemalol sizib olingan hamma narsadan apparatlarga hech qanday ziyon keltirilmaydi. Shunga yaxshilab suvlarga aralashtirib turib, mana shunday bo'lgan holatda bargidan berish mumkin bemalol. Tomirdan berish mumkin yosh ko'chatlar bo'ladigan bo'lsa va mana bu yerda alohida sovunga kir sovunni mana oshqovoq qirg'ichdan o'tkazib qo'yilgan. Shuni biroz miqdorda yopishqoqlikni oshirish uchun suvlarga solgan holatda yaxshilab ko'pirtirib olamiz bu sovunlarni. Ko'pirtirib o'zi bir kun oldin bitta kichkinagina eskiroq kosaga yo jonga mana 72% kir sovunni urib qo'yilsa haqiqiy bakteriyalarga beziyon narsa bo'ladi. Chunki o'tgan safargi videoyimizda ham aytib o'tdik. Boshqa haligilarda bakteriyalarni o'ldiruvchi narsalar bo'lmasligi uchun shu sovunni maslahat beramiz va ariqda suvini yo kanalda suvini maslahat beramiz. Mana shunday yopishqoqlikni oshirish uchun tayyorlab, mana menda bor 20 litrli apparat. Shu 20 litrimga mana shundan ikkita bakalashkada 4 litr qo'shaman. O'zimni sinovdan o'tkazib kelayotgan jarayonni 4 litr qo'shib turib, mana shunday holatda 2 paqir quyiladi, so'ng suvdan quyiladi va bargidan ozuqa sifatida berib kelyapman mana. Yaxshi. Xo'p, demak hozir tayyor, ha? Hozir mana shu holatda apparatlarga quyib, Quyamiz apparatni bu. o'zini ham sovunni olib qoladigan mana bunaqalari setkalari bor. Bu sovunni o'zi bir kun oldin o'tib qo'yilsa yaxshi bo'ladi, ko'pirishi. Endi hozir birdaniga bo'lganligi uchun oshqovoq. Demak, ikkalasini qo'shamiz, ha? Qo'shib, shundan ikkita tayyorlasak, shunga demak 20 litr bo'ladi. Bargidan salqin vaqtda berish kerak. Keyin buni asosan quyosh nuri tushmaydigan vaqtda, kechki tomon, shomdan keyin yoki hovlimizda bo'ladigan bo'lsa, salqin tushgan vaqtda bersak, maqsadga muvofiq bo'lib, effekt yaxshi natija beradi. Quyosh nuri tushsa, bularda ichida tirik bakteriyalar bo'ladi. Shularni
quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri o'ziga tushib turadigan bo'lsa o'ldirib qo'yish mumkin. Shuning uchun kechki tomonda beradi. Ba'zi savollar ham tug'ilyapti ustoz. Ertaman azonda turib 4 dan keyin bersak qanday bo'ladi degan savollar tug'ilyapti. Shu savollarga ham bo'ladi bunda ham, lekin 4 dan keyin hozir kunlar quyosh birpasda chiqyapti. Sirasi 2 soat mobaynida quyosh chiqib qoladigan bo'lsa, effektini yaxshi ola olmaydi. Shuning uchun kechki tomon berilsa, ertalabgacha bemalol bundagi mikro makro elementlar ko'chatlarimizga tanasiga singib, o'ziga kerakli ozuqani olib, natijalar yaxshi ta'sir qiladi shunda. Demak, kechga yaqin sepgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Yaqin sepgan maqsadga muvofiq Yaxshi. bo'ladi. Buni ko'pchilik uzum ko'chatlariga deyishyapti. Bu uzum ko'chatlariga meni hozir sinab kelayotganim uzum ko'chatlari, lekin yangi pomidori, bodring, xo'p, poliz ekinlarimiz yoki bo'lmasam shaftoli, xurmolarimiz mana g'o'rat uyib boshlashdi. Natijalarini ham xudo xolasa imkon qadar ko'rsatib borishga harakat qilaman. Shularni hamma narsalarga qo'llasa, tabiiy organik usulda vitamin olgan bo'ladi ko'chatlarimiz. Demak, effekti yaxshi bo'lyapti. Yaxshi. Hop, siz bilan biz 29-chi, bugun 29 bo'lsa, 24-sanada video qildik, agar esingizda bo'lsa. Hop, shu video efirdan keyin nima bo'ldi? Natijalar yaxshi bo'ldimi? Xudo xolasa sizni video efiringizdan keyin ustoz shu o'zimizga qarashli, o'zimizga tumandan yaqinroq insonlar kelishdi tajribaga. Uni maqsadim men daromad uchun emas deb aytganmanda, berdim natijani sinab ko'ringlar, effektini ko'ringlar. Ikkinchisiga keyin haligi qilasizlar degandim, pomidorlarga sepishdi va boshqa bog'larda sepishdi. Xudo xolasa sepgan insonlar effektini shu 5 kun, 6 kun mobaynida ko'rib, ikkinchi marotaba takroriy qancha sepsak bo'ladi dedi. Imkoniyat sharoitlarga qarab bir hafta 10 kunda berib tursalaring imkon qadar foydali bo'lsa bo'ladiki, ziyoni yo'q buni ko'chatlarga, boshqalarga dedim. Ikkinchisiga olib ketib sepishdi ular ham albatta. Demak, olib ketishyapti. Yaxshi, mahsulot ketyapti, yaxshi. Ketyapti, xudo xolasa. Juda yaxshi. Xo'p, menimcha mana bunday kanistrlarda sotyapsiz-a, menimcha? Mana shu kanistrda Bu necha litrli kanistr bu? buni 20 litr hisobida, lekin bakalishkada hisoblab ko'rganimda 23,5 litr suv ketdi. Mana shu kanistrlarga biroz o'zmayda turib ishganman, shunday ketdi, lekin mana ko'rib turgan bo'lsangiz, buni men litridan ekonom qilib yo boshqa qilish emas, to'ldirgan holatda, misol uchun shu bugunning o'zida Angrenga yubordik, Yunusobodga yubordik, taksilarda mana shu kanistrni 20 litri 100 ming so'm hisobida 6 ming so'mga to'xtadi. 6 ming so'm degandek o'tgan safar, bu safar 5 ming so'mdan kelgan insonlarga 5 ming so'mdan litrini qo'ydim. 1 litr olishadimi, 100 litr olishadimi, 5 ming so'mdan qo'yildi. Xudo xolasa effektini ko'rishsin, bilishsin. Juda yaxshi. Demak, mana shu hozir kanistr mayda turishi qancha endi narxi? Hop, ichidagi mahsulot 100 ming so'm, kanistri 20 ming so'm. Demak, shu bitta kanistrdagi taxminan 20-22 litr atrofida bo'lsa, qancha joyga yetadi bu? Buni litrga hisoblaganimizda 1 litrga 5 litrdan endi mo'ljallab operativ har kimda har xil bilan sepib ko'rishsa bo'lishaveradi. Demak, mayda sepiladigan apparatda sepilsa yaxshi. Yaxshi bo'ladi. Taxminan qancha joyga yetadi? Misol uchun uzum qalamchalari yoki bo'lmasam pomidor, yo baqlajon, yoki sabzi, ha? Shunday. 200 litr suvga yetadi. Endi 200 litr suv 200 litr suvga yetadi. qancha joyga Demak, shu 200 litr suvga yetadi. Demak, buni dehqonlar o'zlari demak hisob kitobini qilib olishaveradi. Juda yaxshi. Demak, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari, bugungi videomiz mana shu edi. Telefon nomerni so'rashyapti. Odatda video men kanalda montaj qilmayman. Qanday olingan bo'lsa shunday tashlayman. Shuning uchun telefon nomerini so'rab qolishayotganligi uchun telefon nomerni aytib o'tib ketamiz. Telefon nomerlarimiz ustoz 91li 186 8900 telefon nomerlarimiz bor. Doimiy ishlaydi. Doimiy ishlab turishibdi. Siz 24-kuni kelgan bo'lsangiz, mana 5 kun mobaynida ikkinchisini shu hovlimizdagi o'tgan safargi natijadagi uzumlarimizga ham berdik. Hozir shularni stol qo'yib tarash jarayonida kelganingizdan keyin qanchalik o'sganini ham bir ko'rsatib o'ting. Yana ko'ramizmi? Ha, bo'pti. Yana bitta ko'ramiz. Demak, o'tgan safargi hop holatdan bugun qanday o'zgardi? Shuni ko'ramiz. Mana oradan 5 kun o'tyapti. 5 kun ichida qanday o'zgardi mana? Mana ustoz, mana shular o'tgan safargi videomizda o'zi
yaqinlashtirib ko'rishsa yon shoxlari ham yo'q edi. Yo'q edi. Mana bu yerda meni siz kelishingizdan oldin iplarga tarab qo'ygandim mana shu. Ularda endi hozir yuqori qismiga qo'lim yetmayapti. Oyog'imni ostiga stol qo'yib. O'tgan safar 3 metrga yaqin edi. Hozir taxminan juda tez o'sibdi lekin. O'syapti, xudo xolasa. Yetarli yaxshi tomoni e'tibor beramiz mana. O'suv nuqtaga e'tibor bering. O'suv nuqta qorayib turibdi-da. Demak, bu yerda fotosintez juda ajoyib ketyapti. Barglar rezinkaga o'xshab ketgan barglar. Rezinkaga o'xshab, haligi nima deydi? Plasmasaga o'xshab ketgan barglar, qattiq. Yaxshi. Hop. Juda yaxshi. Demak, bugungi video efirimizni yakunlaymiz. Savollar, fikrlar bo'ladigan bo'lsa, fikrlar bo'limida qoldirishingiz mumkin. O'tgan safargi video efirimizdan keyin hech qanday negativ fikrlar bildirilmadi, faqat ko'pchilik duo qildi va ko'pchilik ko'p savollar bilan murojaat qilishganligi uchun 24-kungi video efirda davomi sifatida bugun yana bugun olib turibmiz. Salomat bo'linglar. Demak, telefon raqamimiz 91 186 89 00. Ulug'bek, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Oqtosh shaharchasidan telefon qilib bemalol murojaat qilishlaring mumkin bo'ladi. O'tgan safargi videoni ko'rmaganlar uchun bir og'iz aytib qo'yamiz. Mahsulotni oldin o'zingizda sinab ko'rasiz. Yoqsa sotib olasiz. Yoqmasa majbur emassiz. Salomat bo'ling.